Assalomu alaykum. Katta rahmat. Boya Zulfiya Mo'minovaning gapi juda meni ta'sirlantirdi. Kichkina doirada bo'lsa ham shu Abdulla Qodiriy uy muzeyida bir tadbir o'tkazib turish kerak degan gaplari to'ppa-to'g'ri. Yaqinda mana Xondamir aka guvoh, meni bir ustozim Furqat aka degan inson bitta voqeani aytib berdi. U kishining qizlari chet eldan turistlarni olib keladi, faqat O'zbekiston eski bir shaharlariga, eski uylarni ko'rsatish uchun. Chunki baland qavatli uylar Yevropada ham bor-ku. Kelishibdi-da, shaharni tomosha qilishgan. Keyin Furqat aka Abdulla Qodiriyni juda hurmat qiladi, Xondamir akani juda hurmat qiladi, Sherkon akani hurmat qiladi. Nima bo'lsa ham shu uy muzeyga olib kelish maqsadi. Keyin ular aytibdiki, bizda yozuvchilar ko'p, shart emas uy muzeyga olib borish degan. Keyin xayoliga kelgan Furqat akani obedni, tushlikni shu yerda qilaylik. Chunki ular o'zbeklarning original hayotini ko'rish kerak edi. O'zinglar o'shda ovqat qilasizlar, o'shda nima qilamiz, ovqat qanday qilinishini ko'rasizlar va shu yerda tushlik qilasizlar deganda ko'rishgan. Shu yerda tushlik tayyorlayotganda, ovqat tayyorlanayotganda ular aylangan shu uy muzeyi. Juda menga ta'sir qildi Qolibek aka, Furqat aka aytibdi. Aylangandan keyin ularda umuman boshqa fikr keldi deyapti-da. Mazah ketishibdi. Bunaqa mana ular ovqatdan ham bu aylangani juda anaqa bo'ldi. Shuning uchun mana Zulfiya opa to'g'ri gapirdilar. Biz yozuvchilar, ijodkorlar, jurnalistlar, blogerlar nafaqat Abdulla Qodiriyni, Oybek bo'lsin, boshqa bir yozuvchilarimiz uy muzeylari bor-ku. O'shalarda bir tadbirlarni o'tkazib turishimiz kerak. Nima uchun men bu gapni aytyapman? Mana To'lqin aka mana bugun noodatiy bir tadbir qilyaptilar. Oddiy, mana joy ko'p emas ham odamlar, lekin boshqa bir joylarda ham bo'layotganda tadbirlarda shuncha odam qatnashadi o'zi aslida. To'g'ri, 20 ta odam qatnashsa, 10 tasi haqiqiy do'stlari, 10 tasi jurnalistlar-da endi. Ochig'i mana bugun haqiqiy do'stlar yig'ilib, endi saralari demoqchiman-da, yig'ildi. Buning uchun To'lqin aka Abdulla Qodiriyga 2 marta hurmat keltirildi, bajo keltirdi. Birinchisi o'sha Jazirlar Javhari kitoblariga Abdulla Qodiriy haqidagi dastonni kiritilishi. Dastonni o'zi juda noodatiy yozilgan, juda yaxshi yozilgan. Bu haqda gapirdinglar, katta rahmat. Ikkinchisi tadbirni Abdulla Qodiriy uy muzeyida o'tkazilishi. Bu juda katta tarixiy voqea deyman. Shuning uchun To'lqin aka sizga rahmat. Aqlli ish bo'ldi. Sizdan o'rnak oladigan jihatlarimiz ko'p. Ko'p narsadan sizdan o'rnak olamiz. Xudo xolasa boshqa asarlar ham yozasiz, xudo xolasa yozganlaringizda albatta bir noodatiy taqdimotlarda hammamiz nishonlash nasib qilsin. Katta rahmat.